Siz bolalikda eshitgan qaysi gapni haligacha unutmagansiz? Bu haqda chuqur o'ylab ko'rishingiz mumkin va har bir insonda eshitgan eng ko'p gapi, bolalikdagi gapi bugungi holatida o'zini aksini topadi. Misol uchun, yig'lama degan so'zingiz bolangizda qanaqa asorat qoldiradi? Yig'lama degan so'zimiz yoki gapimiz, chaqirig'imiz bolada hissiyotlarni bostirishga sabab bo'lishi mumkin. U ulg'ayganda doimiy o'zini hissiyotlarini bostirib yashashga majbur bo'ladi. Yokida boshqa bir tomondan qaraydigan bo'lsak, sen boshqalardan o'zgachasan, sen boshqalarni qara degan so'zimiz, chaqirig'imiz, demak bolada o'ziga ishonchsizlikni hosil qiladi va doimiy insonda shu holat aks etib turadi har bir harakatida. Seni deb charchadim degan gapimiz, demak asorati sevgi uchun, demak nimadir qilishim kerak, nimadir harakat qilishim kerak, shunchaki sevilishim mumkin emas degan tushunchani berib qo'yadi. Uyat, ya'ni bu ishdan qilishdan uyal degan so'zimiz, demak insonda kuchli ichki uyat va o'zidan qoniqmaslik holatini olib keladi. Sen hech kim yaxshi ko'rmaydi so'zida, demak asorati rad etilish va doimiy o'zini kamsitilganday his qilishga olib kelishi mumkin. Sen muammo bo'lib tug'ilgansan so'zi asorati aybdorlik hissi, o'zini yetarli his qilmaslik hisoblanadi. Demak, har bir aytilgan gap, shu jumladan har bir sizga qilingan munosabat doimiy ravishda sizni ta'qib qiladi va sizni xarakteringizga, sizni hayotingizda doimiy o'zini aksini ko'rsatib turadi. Biz bolalarga aytayotgan gapimizni bolalar unutishi mumkin. Lekin bolalar o'sha aytilgan so'zda o'zini qanday his qilganligini hech qachon unutib yubormaydi. Shu sababli farzandlaringizga aytilayotgan har bir so'zingizga e'tiborli, diqqatli va eng muhimi siz ota-ona ekanligingizni unutmasligingiz kerak.